Fyodor Dostoyevskiyning Yer ostidan maktublar kitobida shunday jumla uchraydi. Har narsani haddan ziyod anglashga urinish bu bir xastalikdir. Bu bir voqeani shunchaki boshdan kechirish o'rniga uni zehnan minglab bo'laklarga bo'lib tashlashdir. Bir gulning go'zalligidan zavqlanish o'rniga uning bir kun so'lishini bilishdir. Bir tabassumning samimiyatini his qilish o'rniga uning zamiridan ehtimoliy sabablarni so'roqqa tutishdir. Bu qarash har bir boshlanish ortida muqarrar bir yakunni ko'rishni anglatadi. Bu dastlab bir teranlik, hatto boylikdek tuyulsa-da, hayotni to'laqonli his etish yo'lidagi bir to'siqqa aylanishi mumkin. Haqiqiy donolik har narsani hal qilishda emas, balki ba'zi narsalarni boricha qabul qila olishdadir. Hayot har bir tafsiloti anglab yetilishi shart bo'lgan bir tenglama emas. Ba'zan eng to'g'ri yo'l chuqur tahlildan voz kechib, shunchaki his qilish, yashash va ayni lahzaning o'ziga ishonishidir.